xonadon ichida daraxt o'sganini ko'rganmisiz? Inshaalloh shu videoni ko'rib turgan har biringizga eng kamida shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Qani ketdi birgalikda tomosha qilamiz. 3 sotuvga qurilgan xonadonimizni Mirzo Ulug'bek Nikitinada joylashgan 5 ta xona, 4 ta sanuzel, 2 ta hol qismiga ega uyimizni 4 qavatli birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu yerda kichkinagina zeleniy zona, podvolga tushish uchun vходlar qoldirilgan. Hovli qismimizda kamida 2 ta mashina qo'yish uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Xonadonimizning fasad qismlariga bitta e'tibor bering. Gap bo'lishi mumkin emas, noodatiy. Hamma chiroy ichkari qismida kutyapti. Qani ketdi birgalikda tomosha qilamiz. Ichkariga marhamat. Xonadonimizda yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan avtorskiy proyekt. Sifatli materiallardan remont bo'lgan ekan. Mana bu dizayniga bitta baho bering. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu daraxt boshida aytib o'tgan daraxtim. Bu albatta искусственный, lekin dizayner akalarimizga gap bo'lishi mumkin emas. Bu bizda xonadonimizning gостевой zal qismi keng va juda shinam tanlangan ranglarga bitta baho bering. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdi qolgan joylarni ko'rsatib o'taman. Video сохранить qilib qo'yishni esdan chiqarmang. Xonadon qurayotganingizda aniq kerak bo'ladi bu proyektlar. Bu yerda bizda xonadonimizning kuxonniy zonasi joylashgan. Полностью mebel texnika bilan jihozlangan. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdi. Bu yerda bizda birinchi qavatdagi общий sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa bizda birinchi qavatdagi родительский spalnya o'zini sanuzeli bilan birga. Xonadon remontiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu xonadon menga juda ham yoqdi. Sirkulyatsiya uchun orqa tarafda joy qoldirilgan. Uyimizda havo aylanishi juda zo'r bo'ladi. Kirib kelishimizdek stroyniy shkaflarga bitta baho bering, gap bo'lishi mumkin emas. Podvol qismidan boshlaymiz obzorni. Hozir podvolni ko'rasizlar, relax zona, o'zingizlar baho berasizlar. Har bir zinalarimizda podsvetka o'rnatilgan, avto podsvetka o'zi yonadi. Bu yerda podvolimizning relax zonasi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Basseyn, sauna, 2 xil dush. Basseynimizni vodopad o'zini jakuzzisi bilan birga. Qani ketib qo'ygan joylarni ko'ramiz. Bu yerda podvoldagi keng hol qismi. Bu yerda esa kinoteatr zal qilib qo'ysangiz bo'ladi, qarang. Dizaynerlarga gap bo'lishi mumkin emas. Videoga bitta like bosishni esdan chiqarmang. Shunaqa xonadonlar kimga tilasangiz, shu videoni yuborib qo'ying. Instagram profilimizda Jasur Lider Estate. U yoqqa ham o'tsanglar har kuni yangi xonadonlar videosini qo'yib boramiz. Albatta yoqadi degan umiddamiz. Endi esa xonadonimizning ikkinchi qavati bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Ketdik. Bu remontga gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu dekorlarni qarang. Perillalarga alohida baho berasizlar. Ikkinchi qavatimizdagi birinchi родительский spalnya ko'rishingiz mumkin. Oynalari mavjud, o'zini sanuzeli bilan birga. Sanuzeldagi kartinkaga alohida baho berasizlar. Qani ketdi qo'ygan joylarni ko'rsatamiz. Mana bu lyustrani qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda xonadonimizning terrasa qismi ko'rishingiz mumkin. Bu bizda детский komnata qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'zini sanuzel bilan birga. Xonadonimizda aytib o'tganimdek 3 sotuvga qurilgan, Mirzo Ulug'bek Nikitina mahallada joylashgan 5 ta xona, 4 ta sanuzel,
300 kvadrat metr maydoniga ega. Bu yana bitta master spalniyamizni o'zini garderob sanuzel bilan birga. Xonadonimizga tanlangan ranglarga bitta baho bering, gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi esa xonadonimizni terrasa qismini ko'rsatib o'taman. Qani ketdi. Uch sotuvga shunaqa hashamatli uy qursa bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, 3 sotuv yer maydoniga nima qursam bo'ladi deb. 3 sotuvga mana 4 qavatli qilib xonadon qurib qo'yishgan ukalarim. Bu bizda xonadonimizning terrasa qismi, 4-qavat. Yoz kunlarida, oila davrasida yoki ulfatlar bilan vaqt o'tkazish uchun zo'r joy bo'lgan. Bu yerda kriti naveslar, gaz, suv, kanalizatsiya qoldirib ketishgan. Keyinchalik o'zingiz uchun barbekyu zona, mangal qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu xonadonimizda kimga yoqqan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qiling. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bunaqa xonadonlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishingizni chiqarmang.